Abayma azraq şu sug'urta masalasida qaysining yaxshi ekanligini, davlatning yaxshi ekanligini dedingiz. Türk vatandaşları, Türk fuqarolar bilan chet elliklarga qaysi xildagi sug'urta bakrak yaxshi? Endi yerliklerin ko'pinchisi Türk vatandaşlar biz ham o'sha SGK'ni oldi. Veya men degandek asosan mashalar davolashninki to'laydigan dais intankan. Faqat to'lamaydiganlar ben degandek shu üstünde chiqaraydi. Birga aras bek kam uchraydigan nadir kasalliklar deymiz. Mesela semaga o'xshash, onu texi o'z ichiga olmadi. Çünkü oniki doğrunun pulu bek qimmat 2 milyon 3 milyon dollar. Şonlaşqa bunu biz төлеп qalsaq bu qandaq bir taraf qila alaymiz bu. Yani birsiga an'anaviy tibabet davolash usuli var. Tek bunu üçüge almaqlıq. Bu şu üçü sırtıda. Üstündüse karakterlik, onadaki nadir kesellikler. Üçüncüsü şu an'anaviy tibabetden. Mesela şu jığınların davolash, hacamat, ona texi öz içige almadı. Bunun başka hemmisini төлeylik. Ama şəxsiyiniki qandaq degende, şəxsiyiniki pulunu bek çıqdı ölürsünüz, elbette şəxsi doktorxana davalaş o bunun için paydalı. Çünkü növbə saxlamaysınız. Bazısınızlam şəxsi doktorxanda dərhal vaxt elib görünəlişiniz mümkün. Lakin төлeyğin pul bek çıq. Şunlaşqa yerliklim köpüncüsü asası anmayı şəxsiyinikidən. Türk vatandaşlığı. Çünkü bizden qarindaşlığı en yaxşısı meyli Türk vatandaşı olsun, meyli chet ellik olsun. Şu SGK'ni ası en yaxşı dep oylayman. Yani birsiga diqqat qilgan yana bir nokta şu meni sug'urta to'g'risida. Bazen doktorxonalarga yezib qo'ydi. Hamma doktorxonalar SGK'niki nimasi yo'q, to'xtami yo'q. Xo'sh. To'xtam bo'lgan shaxsiy doktorxona sirt yezib qo'ydi. SGK bilan bizning nimamiz bor deb, to'xtamimiz bor deb. Lekin buni ham diqqat qilish kerak. Chunki davlat doktorxonasi bilan shaxsiy doktorxonaniki to'laydigan pul o'xshamaydi. Shaxsiy doktorxona yana jiq pul olib oldi. SGK bo'lgan ahvol ostida. Elbette ahvol qarab turib bek jiddiy u bo'lib qolsa, yana basi bo'ldi. SGK bo'lgan qarindoshlarimiz. Yana men shu davlat doktorxonasiga berishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zan o'ylamagan yerdan jiq pul to'lab ketish ehtimoli bor. Mayli davlat Türk vatandaşı olsun, mayli chet ellik olsun, yana shu SGK'ning ağını en yaxshi. Sug'urtani u yerdan olish kerak va og'rib qolganda oldi bilan davlat doktorxonasiga berish kerak.